hamma ochib turgan zelkalarimizni obzor qilib chiqamiz. Yevro dollar instrumentidan boshlaymiz. Bizda ko'ryapsizlar bozor holatini H4 time, birinchi impuls bor, ikkinchi valna korreksiya bor, uchinchi valna impulsimiz bor. Endi biza bu yerda sell zelka ochganmiz. Nimaga sell zelka ochganmiz? Mana bu yerda trend liniyamiz bo'lgan. Bu trend liniyani H4 switchi buzib yopganda biza sellga zelka ochganmiz. Endi buni darshi nima qilamiz? Ko'ryapsizlar, Fibonacci tortib qo'yganman. Fibonaccining 100 urovinidan hozir qaytyapti. Endi shu 61.8, 50 urovlarga kelganda biza bu yerda reaksiya olishini kutamiz. Reaksiya olib, qachonki men chizib qo'ygan trend liniyamni H4 switchi buzib yopib qo'ysa, o'shanda hozir sell turgan ochuv zelkamizni yopib chiqib ketsak bo'ladi. USDN instrumentiga o'tamiz. USDNda ko'ryapsizlar, bozor H4 time kanali ichida doimiy harakat qilib kelyapti. Trend o'zi pastga. Endi shuning uchun biz ham sellga harakat qilganmiz. Mana bu yerda trend liniya tortganmiz. Kanal tepa qismiga kelgan. Kanal tepa qismiga kelganda o'zi bundan oldin buy olgandi. Esingizda bo'lsa, YouTube'da obzor qilganimda ham, undan oldin analiz berganimda ham buyga analiz qilib berganman. Biz shu yerda buy zelka ochib turib, kanal tepa qismigacha ushab turdi. Bittasini kanal tepa qismiga kelganda yarmini yopdik zelkamizni, ikkinchisini obratniy signal bo'lganda. Endi obratniy signal bo'lgandan keyin trend liniyani H4 switchi buzib yopildi. Biz buni sell zelka ochdik, kanalni past qismigacha ushab turamiz. Endi mabodo bozor ochilganda kanalni tepa qismini H4 switchi buzib, shu qizil liniyani ham buzib o'tsa, biz sell zelkamizni yopib, dalshi uzoq muddatga buy zelka ochsak bo'ladi. USD Kanada instrumentini ko'rib chiqamiz. Bu yerda haftalik time'da bozor pastga qarab, uje reaksiya olgan, harakat qilyapti pastga qarab. Endi biz mana shu joyda, mana shu trend liniya, mana bunaqa trend liniya tortgandik. Shu trend liniyamizni H4 switchi buzib yopilganda biz shu yerda zelka ochganmiz. Endi darshi ushab turamiz bu zelkamizni. Ko'ryapsizlar, biz bu yerda pattern yasayapti. Endi mabodo skoriy всего bozor pastga harakat qilayotgani uchun shu patternni pastki qismini, ya'ni mana liniyani buzib yopilsa, dalshi yana biz zelkamizni ushab turamiz. Agarda mabodo patternni tepaga buzib qo'ysa, biz buy zelka ochsak bo'ladi. Mana urovlarga kelganda o'sha buy zelkamizni yarmini save qilib turib, mana globalniy urovga kelganda polniy zelkamizni yopib yuborsak bo'ladi. Lekin bozor hozircha pastga harakat qilayotgani uchun sell zelkamizni ushab turamiz. NZD dollar instrumentini ko'rib chiqamiz. H4 time ko'ryapsizlar, biz mana bu trend liniya tortganmiz. Trend liniyani H4 switchi buzib yopilgan. Sell bu yerda sell emas, buy zelka ochganmiz. Endi bu yerda NZD dollarda bozor kuchli tepaga harakat qilishni boshlagan. Mana bu yerdan reaksiya olgan ko'rsanglar bo'ladi. Har safar mana bu joydan esinglarda bo'lsa, men o'zim analizdan bergan edim. Shu yerda mana shunaqa trend liniya tortgandik. Trend liniya tortganimizda H4 switchi shu yerda buzib yopilganida, mana bu trend liniya sal to'g'riroq sizlarga ko'rsatib beraman. H4 switchi shu yerda buzib yopilganda biz shu yerda mana shu joyda zelka ochganmiz. Liniyani tepa qismigacha zelkamizni ushab turganmiz. O'sha tepa qismiga kelganda kuchli reaksiya olgan. Shu yerda yarmini save qilgan edik. Endi darshi bu yerda ushab turibmiz zelkamizni. Endi mabodo mana trend liniyani, mana urovni H4 switchi buzib yopilib qo'ysa, pastga biz buy zelkamizni yopib yuboramiz. Endi pastdagi mana kuchli urovga kelganda, dalshi yana shu yerda kulli timely switch, kulli timely switch, ya'ni D1 switch pastda impuls bo'lib yopib bersa, biz bu yerda dalshi sellga zelka ochsak bo'ladi. Tillarni ko'rib chiqamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Trend liniya tortganmiz. Mana bu yerda kuchli globalniy liniyaga kelgan. Endi biz trend liniyamizni H4 switchi buzib yopilganda sellga zelka ochganmiz. Hozir ko'ryapsizlar, bozor pastga qarab harakat qilib ketyapti. Stopi maksimumdan sal teparoqga qo'yilgan. Mana bu yerda mana bunaqa trend liniya tortib qo'yganman. Qachonki shu trend liniyani H4 switchi buzib qo'ysa, bizda obratniy signal shakllangan bo'ladi. Biz sell zelkamizni yopib chiqib ketsak bo'ladi. Endi har safar shu trend liniyadan reaksiya olib dalshi pastga ketaverishi ham mumkin. Bu obratniy signalni chiqib ketish uchun biz kutishimiz kerak bo'ladi. Chunki bozor harakati hali общий, ya'ni sellga tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu hozircha vaqtinchalik zelka deb hisoblayman. Obratniy signal bo'lishini kutamiz. Bozorga ochuv zelkalarimizga obzorimiz hozircha shu.